Agar siz onajonlaringiz ko'zlarida haqiqiy quvonch yoshlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning do'konimizga xush kelibsiz. Bu yerda siz mehr, qadr va xotirani sovg'a qilasiz. Har bir taqinchoq o'z davrining san'ati, SSR davrida zavodlarda yaratilgan, ustalar qo'li bilan ishlangan sifati, og'irligi va mustahkamligi bilan ajralib turadigan buyumlar. Bu taqinchoqlar onajonimiz va buvijonlarimiz uchun shunchaki bezak emas, ularning yoshlik yillari, o'tmish xotiralari, o'z davriga bo'lgan sog'inch va faxr hissidir. Nega aynan shu taqinchoqlar? Tabiiy yakut brilliantlari, haqiqiy oltin 583 proba, 750 proba, vaqt sinovidan o'tgan zavod ishi, meros sifatida qoladigan qadr. Bunday buyumlar bugun kamayib bormoqda. Shuning uchun ularning qiymati ham, ahamiyati ham yil sayin ortib bormoqda. Agar siz onajoningizga haqiqiy his, hayajon, minnatdorlik va umrbod yodda qoladigan sovg'a bermoqchi bo'lsangiz, keling o'z ko'zingiz bilan ko'ring, tanlang, sovg'a qiling. Onajonlaringiz yuzidagi nurni ko'rishga arziydi azizlarim.